Yangi avlod brokeri Dupoindan ro'yxatdan o'tish uchun Prime Trade Akademiyasi Telegram kanalidagi maxsus silkaga kirasiz. So'ngra ko'rsatilgan bo'yicha ro'yxatdan o'tishni boshlaysiz. Elektron pochtangizni yozasiz va kelgan kodni tasdiqlaysiz. Kirish uchun maxsus parol o'ylab topasiz. Parolda bitta katta harf belgi bo'lishi shart. Telefon raqamingizni yozasiz. Ayni paytdagi ishchi holatingizni belgilaysiz. Yil davomida qancha daromad kutyapsiz yoki qancha depozit qilishingiz mumkinligini taxminiy belgilaysiz va belgilangan savollarga to'liq javob yozasiz. Undan keyin esa pasportingiz yoki ID kartangizni elektron shaklda yuborasiz. Barcha ma'lumotlaringiz kelib chiqqandan so'ng tug'ilgan manzilingizni yozasiz va savdo hisob raqami uchun parol o'ylab topasiz. Unutmang, bu parol bilan MetaTrader platformasiga kirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ushbu shartlarni bajarganingizdan keyin siz uchun maxsus hisob raqam ochiladi. Bir necha daqiqa kutganingizdan keyin esa ushbu hisob raqamingiz aktivlashadi. Ayni paytda Dupoin brokeriga Humo hamda Uzcard orqali to'lovlarni amalga oshirib, 100% bonusga ega bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Biz Humo kartasi orqali belgilangan manzilga o'zimizning nomimizdagi Humo karta orqali to'lovni amalga oshiramiz va chekni ularga yuboramiz. Undan keyin esa bizning hisobimiz to'ldiriladi va biz savdolarni boshlashimiz mumkin bo'ladi. Unutmang, Dupoin yangi avlod brokeri.